sotuvda BYD Song Plus gibrid avtomobili. Mabodo naqdga pulingiz yetmay qolsa, boshlang'ich to'lovi 7-8 ming dollar berib, xohlasa nasiya savdoga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Mashina yaxshi holatda, kraskalari ham top-toza ekan. Me'morlar kelib ko'rib, ustinglarni olib kelib tekshirtirib olsangiz bo'ladi. 2023-yil 53 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Ko'rsangiz bo'ladi, qora rangda. 360 gradus kameralar, 5 ключевой достuplar. Bitta mana shu eshigida niyatingni chiqarib olish kerak bo'lgan joy bor. Bu ham zavod holatiga keladi. Niyatingni chiqarib turib olsa, uni ham ichida qilib beramiz. Xudo qolsa, salonlari ham probegiga nisbatan lekin zo'r holatda, akkuratniy qarab haydalgan. Urintirib, yomon qitishalmagan. Xudo qolsa, me'morlar kelib ko'rib, ustinglarni olib kelib tekshirtirib olsanglar ham bo'ladi, olib kelib. Mana ko'rinishlari. Pastda nomer qoldirib qo'yaman. Me'morlar aloqaga chiqib, xudo qolsa, naqdga bo'lsa ham, nasiya savdoga bo'lsa ham savdolashib baraka qo'rsanglar bo'ladi.